18 kun 12 ta bola yer ostida 4 kilometr ichkarida va chiqishni birgina yo'li bor edi. Suv to'lib ketgan tunnel ichidan suzib o'tish. Hatto eng tajribali vodolazlar ham buni o'limga borishi deyishgan. 2018-yil iyun oyi Tailandda bolalar futbol jamoasi mashg'ulotdan keyin g'orga kirdi. Shunchaki ko'rgani, sayr qilgani. Lekin 1 soatdan keyin kuchli yomg'ir yog'di va suv bir necha daqiqa ichida chiqish yo'lini to'sib qo'ydi. Ular ichkarida qamalib qoldi. 9 kun davomida ularni topisha olmadi. Butun dunyo bolalar o'lib ketgan deb o'yladi. Lekin 10-kuni ikkita vodolaz ularni tirik topdi. Kirish joyidan 4 kilometr ichkarida suv ustidagi tor toshda o'tirishgan edi. Bolalar shuncha kun zimiston qorong'ulikda ovqatsiz o'tirgan. Murabbiy ularga sekin nafas olishni o'rgatgan. Havoni, kislorodni tejash uchun. Lekin eng qo'rqinchli qismi keyin boshlanadi. Tashqariga chiqish uchun 3 kilometr suv ostidan suzish kerak edi. Tunnel shunaqa torki, odamni yelkasi zo'rg'a sig'adi. Suv loyqa, hech narsa ko'rinmaydi va sovuq. Bir tajribali vodolaz mashq paytidayoq halok bo'ldi. Shunda ular dahshatli qaror qabul qildi. Bolalarni suv ostida dori berib uxlatish, keyin hushsiz holda tashqariga sudrab chiqarish. Agar dori miqdori biroz xato bo'lsa, bola umuman uyg'onmaydi. Shifokorning o'zi ham aytgan, men qancha dori kerakligini aniq bilmayman. Hech qachon bunaqa narsa qilmaganman va shunaqa qilishdi. 12 ta bola ham, murabbiy ham hammasi tirik chiqdi. Qutqaruv 3 kun davom etdi. 17 ta davlatdan 700 dan ortiq odam qatnashdi. Faqat bitta qutqaruvchi halok bo'ldi. Dorini taxminan hisoblab bergan o'sha shifokor bo'lsa, hozirgacha qanday eplaganini tushunmaydi. Keyingi videoda bir kishi chiqolmay qolgan g'or haqida gaplashamiz. Unda jasadi hali ham o'sha yerda.